Qani bugun Adhamjon bilan Assalomu alaykum. Assalomu o'tirish ekan. Adhamjon mezon tashladim. Men o'zim nihoyatda o'zim qilib berdim. Ajoyib dasturxonlar to'ldir. O, sabo shaftoli choylari bilan kreshkisi bor. Mana nima bu? Ayronlik, muzmi, marojnacha. Kofe, mayiz, qoqi, bu yoqda minson. Kola fantadan ozginadan jijitcha bor ekan. Ha, yaxshi. Yong'oqlar ham bor bularda. Ha, tuzuk. Qani endi Alhamjon qali o'tirsizlar, bir gapirchi endi yaxshimi? Zo'r, mazza. Umrimda bunaqa o'tirmaganman. Rosta. Mana ko'chada o'tirishda umuman o'tirmaganman. Qani to'g'risi o'tirish bizda sheblar. Siz sizni anaqalaringiz, tilaklaringiz, gaplaringiz qanday bo'lyapti, o'zi nima bo'lyapti? O'tirishlar qanday bo'lyapti? Chotki zo'r, yomon zo'r bo'lyapti. Har kuni o'zimni shundaqa o'tirishga berishim kerak. Yo'q. Ha? Hozir kimning navbati? Yo, ikkovinglar o'rtaga harpana qildinglarmi? Yo'q, endi mening navbatim. Bugun bezadiz? Bugun buni navbat keldi, endi mening navbatim keladi. Ha, yaxshi, juda yaxshi. Almashib ketadi. Endi Muhammad hayır. Mayli bo'lmasa, yaxshi o'tiringlar bo'lmasa, Adhamjon, sog' bo'linglar. Sazislanmay bo'pti. 3-yillar ko'rinmaydi, uxlayaptimi? Ha, 3-chisi. Muhammad. 3-chisiga bitta ayron qo'yish kerak. Mayli endi yeb qo'yinglar endi, buni tirmasdan o'tirib qo'ydik. Yo'q. Bo'pti. Bo'pti, ha. Hayır.